Qadrli do'stlar, sizlarga eng elegantli top lokatsiyada joylashgan Oloy bozorining yonginasi C2 Niyozbek ko'chasida 63 kvadratga ega xonadonimizni havola etamiz. Juda ham arzon narxda qo'yilyapti. Videoni kuzatishda davom etinglar. O'rtoqlar, bunaqa top lokatsiyada shikarniy obyektlarni qayerdan topasizlar? Yonginamizda Hamid Olimjon, Yashil hududli, Akay City, konservatoriya, Oloy bozori, har xil turdagi jilo komplekslar, showroom, ofisniy помещение, biznes sentrlar, bu yoqda bo'lsa maktab, bog'chalar joylashgan, hattoki teleminoramiz ko'rinib turibdi, qadrli do'stlar. Manziliga to'xtaladigan bo'lsa, C2 Niyozbek ko'chada yo'l yuzidan 100 metr masofada joylashgan ushbu obyektimizni umumiy maydoni 63 kvadrat tashkil etadi. Ikkita xonadan iborat fransuzskaya planirovka. Oshxonamizda kuxonniy garnituri, stroyniy mebel, texnikalar barchasi qoldiriladi. Navbatdagi xonamizda sanuzellarga to'xtalamiz, razdelniy qilingan. Birinchi bo'lib uborniga ko'zimiz tushadi. Uyimiz полностью remontdan chiqqan, kirib yashab olsanglar bo'ldi. O'rtoqlar, bu yoqda bo'lsa vanna formatdagi sanuzel. Yosh kelin-kuyovlar uchun yotoqxonamiz, hattoki konditsionerlar bilan jihozlangan. Eng sevgan xonalarimizdan biri zalimiz juda ham bepoyon keng qilingan va o'zini balkoniga ega. Balkonning hajmiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 0.180 ga 5,5 metr tashkil etadi. Barcha jihoz va texnikalari bilan sotuvga qo'yilgan ushbu xonadonimizning narxi 75 ming AQSh dollari belgilandi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.